valla o'yin. Oppa, Vini, familiyadan Vini. Bir xil qop-qora shunga aytibdi. Boshla. Oh. Demak, Vini 50-daqiqadan so'ra Bratskemman. Formasi olib 22 raqamda. Oh, Vaskes защитник, lekin yo'q. Yo'q. City'ga qarshi urilgan urmoqchi. Yo'q. Tayyor turdi, tutmabdi. Mana o'zim aytdi, gapirayotgan. Lekin yoshda qanday o'tib olgan bilmayman. Yoki penaltidan bab ikki marta tayyor etish mumkin edi men. Va bu Frank Kaste. Mana senga Bappe. Mana. Sen shal qolibdi. Bappe pratiskanmi? Orqa, formani nasibdi. Yomon orere bolalar. Nimaga qo'yib ketsin kerak uni? Nima qo'yib ketsin kerak? Qo'yib turishga garchi mana asal. Bardak. Ama nasna ketaman hozir. Az bir sekund. Bakamni bir bilan avval qo'yib ketamiz, ko'rib o'tirasizlar. Agar tukib qolmasa Almeida, o'qidi Chouameni. Frandan tezlashish. Lukas. Realda oxirigacha yetib bordi Lukas Vaskes. Maqsadi ham shu. Oxirgi lahzada uzatmani ijro etish edi. Odatdagiga nisbatan Lukas kamroq hujumga boryapti bugun. Kimga tegdi to'p? Real burchakdan narigi tomondan kiritib beradi. 7-chi korner madridliklar uchun. Vinicius hakam safar ketdi. Buning o'yinga hech qanday ta'siri bo'lgani yo'q. Mamardashvili ham sirpanib o'zi bugun Bernabeu maydoni ideal holatda emasligini futbolchilarning formasidan ham ko'rishimiz mumkin. Real o'yinchilarini qarang, loyga botyapti. Mana Mbappe. Yarim formasi qora rangda deyapti. Orqa taraf. Modric. Kamdan-kam uchraydigan holatlardan biri Vinicius Junior to'pni to'xtatishdagi texnik xato sababli oldirib qo'ydi. Mbappe pas berishga imkon topyapti. Voy Mamardashvili! Bu qanaqa seyv bo'ldi? Qayerdan paydo bo'ldi? Do'stlar, bekorga emas bu darvozabon to'plarga o'tishi. Mana
3 ta kamida 3 ta 100% vaziyatda golni bartaraf etyapti-da. Bu safar Fede. Viniciusning penaltisi, Mbappéning yuqori burchakka ketgan zarbasi. Mana endi Fede Valverdening mana bunday murakkab va yaqin masofadan bergan zarbasi. O'yin kayfiyati-yu ruhiyatiga ham ta'siri bor-da bunday seyvlarning. Birinchidan himoyalanayotganlar ishonchi ortadi. Gol urishga intilayotganlar esa aksincha biroz boshini qotiradi. Yana qanday tepish mumkin, qanday gol urish mumkin degan ma'noda. Rüdiger. Valverde foydalana olmayapti Real imkoniyatlaridan. Yomon o'ynamayapti Madrid. Ayniqsa Arsenal bilan uchrashuv oldinda turganini inobatga olgan holda ikkinchi bo'limda yuqori temp namoyish etmoqda. Xullas Real uchun bir oydan beri oson o'yinning o'zi bo'lmaydi. Har ikki uchrashuvda jang. Mbappé ko'tarib yubordi. Oho, Valensiyada 3 ta o'zgarish. Javi Guerra chiqib ketyapti. Andre Almeida chiqib ketyapti. Va Arons chap taraf maydonni tark etmoqda. Hugo Durro, Pepelu, Jusian. Durro tushdi, Pepelu tushdi. Fran Perez shekilli. Fran Perez uchinchisi. Hugo Durro jamoaning to'purarlardan biri 7 ta to'p kiritgan. Diego Lopez bilan birgalikda u yetakchilik qilyapti o'z jamoasi to'purarlar ro'yxatida. Qani ko'ramiz hozir hujum chizig'ini to'liq yangiladi deyishimiz mumkin. Murabbiy sal avval Frank Mir tushirgan edi markazga, keyin qanotlar ham yangilandi. Bo'lyaptimi bolalar? Faol kirishib ketdi o'yinga. Birdan pressingga qarab yugurdi. O'yincha qilyaptimi? Qilyaptimi? Riziga. Chiroyli pas. Bil, hech O'zi ko'p epizodlarda